Shariat islomiyada bizi dinimizda eng ko'p savob va'da qilingan hadis shu bo'ladi, bilib olinglar. Bundan boshqa hadis yo'q. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytibdilarki, qaysi inson uydan chiqsa, g'usul qilsa, kiyimini to'g'rilasa, atirlarini sepsa, bir-biriga o'xshaydi hadislar hammasi. So'ngra masjidga kelgandan so'ng bir-birlarining ustidan yelkasidan oshib o'tmasa degan. Mana bu kasallik ham bor bizda. Oxiri keladi, bir o'ng tarafga qaraydi, chap tarafga qaraydi. Sir buzilganiga ancha bo'ldi, raislar yo'q hozir, birodarlar. O'sha yerdan boshlab qochib tur deb suzganga o'xshab bu yoqqa o'tadi. Buni arabchasiga xitar riqob deydi. Bo'yinlarni ikkiga ajratishlik deydi. Buni ham aytgan ekan payg'ambarimiz hadisda. Shu ishlarni qilsa-yu, so'ngra bo'yinlarni ajratmasdan kelgan joyga ijlis haysu yantahi bikal majlis deydi. Joy tugagan joydan boshlab o'tirsa, mana birinchi qator, ikkinchi qator, uchinchi qator shunday qilib o'tirsa, so'ngra gapirmasa, so'ngra tinglab tursa, so'ngra jumani o'qisa, har bir qadamiga, bitta qadamiga 1 yillik roza, 1 yillik tahajjud. Shuni bermayapti Xudo bizga, nimaga? Biz o'zimiz shuni qilmayapmiz-da. Tayyor turib savoblar. Shariat islomiyada bizi dinimizda eng ko'p savob va'da qilingan